hurmatli o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz oksidlanish darajasi mavzusi hisoblanadi. Demak, oksidlanish darajasi haqida nazariyalar va ularni sizlarga iloji boricha sodda qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, o'zi oksidlanish darajasini kitobiy tilda juda qiyin qilib aytilgan, shuning uchun sizlarga soddaroq tushuntirishga harakat qilaman. Kitobda aytilganki, ionda faraz qilinsa, o'sha paytdagi o'sha moddalar tarkibidagi atomlar, ya'ni ion holatdagi atomlar shartli zaryadi deyilgan. Unaqa nazariya ham to'g'ri, lekin masalan, o'sha moddadagi element atomini shartli zaryad desa ham xato bo'lmaydi. Chunki moddalar tarkibida ham o'zaro o'sha elektronlar hisobiga, ya'ni elektron oldi berdi hisobiga hosil bo'lgan bo'ladi. Masalan, oddiygina misol oladigan bo'lsak, H2SO4 misolida ko'radigan bo'lsak, ya'ni sulfat kislota, bunda ham mana shu masalan kislorodimiz -2 bo'lishi yoki vodorodimiz +1 yoki oltin gugurtimiz +6, mana shu zaryadlarni hozir sizlar bilan keltirib chiqarishni o'rganamiz va mana shu modda tarkibidagi har bir o'sha element atomini shartli zaryadlari bor. Mana zaryadlari bo'lishi, ularda o'zini oksidlanish darajasi deyiladi. Ya'ni mana shu moddada shartli zaryadi hisoblanadi bu. Chunki ayrim moddalarimiz faqat -2 bo'lmasligi mumkin yoki +6 bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ham shartli zaryadi deyilgan, ya'ni o'sha modda tarkibidagi elementda shartli zaryadi hisoblanadi. Demak, oksidlanish darajasini bilishimiz uchun bizga nimalar kerak? Demak, oksidlanish darajasi mavzuyimizni o'qiyotgan bo'lsak, oksidlanish darajasi. Demak, modda tarkibidagi element atomlarining shartli zaryadi. Demak, bizga oksidlanish darajasi deyiladi. Xo'p, oksidlanish darajasini bilishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan o'zimizning qoidalarimiz bor. Ya'ni shunday qoidalarni bilsak, qiynalmaymiz oksidlanish darajasi. Demak, birinchi qoidamiz oddiy moddalar oksidlanish darajalari. Demak, oddiy modda oksidlanish darajalari, qisqartirib yozyapman, OD qilib, oksidlanish darajasi doimiy 0 ga teng. Demak, oddiy moddalarda oksidlanish darajasi har doim 0 ga teng. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, masalan, kislorod. Bu ham oddiy modda. Demak, kislorod holatda bizga 0 yoziladi masalan. Yoki azotni oladigan bo'lsak, yoki uglerod o'zi, ya'ni yokida masalan natriyni oladigan bo'lsak, natriyda ham atom holatda bo'lgani uchun, demak, bularda doimiy 0 ga teng bo'ladi. Demak, oddiy moddalarda oksidlanish darajasi doimo 0 ga teng. Buni biz bilishimiz kerak. Chunki oksidlanish darajasini yoza olishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan nazariyalar hisoblanadi. Xo'p, ikkinchisi bizga ftor doimo birikmalarda manfiy zaryadda bo'ladi. Ftor doimo manfiy zaryadga ega. Ya'ni moddalarda ftor ham aslida masalan molekula holatda, ya'ni oddiy modda ko'rinishida 0 bu ham. Lekin men aytayotgan gap, ftor doimo o'sha moddalar tarkibida manfiy zaryadga ega bo'ladi. Sababi eng kuchli elektromanfiylikka ega element bu ftor. Shu sababdan bundan hech kim elektron ola olmaydi va bu faqat olgani uchun manfiy zaryad bo'ladi. Demak, ftorimiz doimo manfiy zaryadga ega va u doimo -1 bo'ladi. Hozir tushuntiraman buni nimaligini, ya'ni nimaga aynan -1. Demak, uchinchisi yana bir qoidamiz bor bizda. Demak, metallar birikmada doimo musbat zaryadda bo'ladi. Demak, metallar birikmada doimo musbat zaryadga ega bo'ladi. Va u valentligiga teng.
Ya'ni bu qanaqa degani? Masalan, olaylik, natriyni oladigan bo'lsak, natriy xlor masalan. Mana modda. Ya'ni metalli tarkibida natriy. Ya'ni modda tarkibidagi metal haqida gaplashamiz. Shu yerda natriyni valentligi o'zi aslida o'zgarmas 1, demak, musbat zaryadli bo'lgani uchun 1 plus bo'ladi. Ya'ni plus 1 zaryadga ega birikmada. Yoki aytaylik kalsiy ftarid. Kalsiy ham demak mana birikmadagi metal va buni ham zaryadi musbat bo'ladi. Sababi metallarda doimo musbat va u valentligiga teng. Demak, kalsiyimizda valentligi +2 o'zgarmas, demak zaryadi ham +2 bo'lar ekan. Tushunarli? Yoki oladigan bo'lsak, alyuminiy xlorid masalan. Alyuminiy xloridda ham alyuminiy metal bo'lgani uchun va valentligi o'zgarmas 3, demak u ham +3 ga teng. Ya'ni metallar birikmada doimo musbat zaryadga ega bo'lishi mana shu jihatida tushunsanglar bo'ladi. Demak, keyingi bizga kerak bo'ladigan nazariya kislorod ko'pincha birikmalar tarkibida -2 va ba'zan -1, +1 va +2 bo'ladi. Endi +3, +4 holatlari ham bo'lishi mumkin. Endi u valentlik jihatidan aytsak bo'ladi, lekin asosan bizda o'zi umuman valentlik degan narsani chetga chiqaraylik oksidlanish darajasida, ya'ni kislorodda asosan -2, demak, kislorodda modda tarkibida oksidlanish darajasi -2 va ba'zan -1, +1 va +2 bo'lish holatlari kuzatiladi. Endi misol, asosan -2 deganim sababi, masalan, natriy oksidini oladigan bo'lsak, natriy oksidida natriyimiz demak bu qoidaga binoan metal bo'lgani uchun bu +1 ga teng, ya'ni valentligiga teng bo'ladi. Kislorodimiz esa shu paytda -2 bo'ladi. Demak, ko'pincha birikmalarda -2. Endi qaysi holatlarda bizga +1 yoki -1 bo'lishi mumkin yoki +2. Demak, -1 holatini ko'radigan bo'lsak, bu peroksidlarda, ya'ni vodorod peroksidlarida vodorodimiz 1 bo'ladi va kislorodimiz shu hisobga -1 bo'lishi mumkin. +1 holat esa bu asosan ftor peroksidlarida bo'ladi. Demak, ftorni kislorod bilan hosil qilgan peroksidlarida, demak, ftorimiz -1 doimo bo'lgani uchun, demak, bunda o'sha holatda +1 bo'ladi. +2 holat esa ftor oksidida bo'ladi ko'pincha. Demak, bunda bizga mana bu ftorimiz doimo -1, bu esa o'sha paytda +2 bo'ladi. Chunki nimaga hozir +2 bo'lishini 5-sida ko'rib o'tamiz. Demak, 5-nazariyamizda moddadagi element atomlarini zaryadlari, ya'ni oksidlanish darajasidagi shartli zaryadlari demoqchiman. Zaryadlari yig'indisi doimo 0 bo'lishi kerak. Yig'indisi doimo 0 ga teng. Bu eng kerakli nazariyasi. Buni esdan chiqarib oling. Mana hozir tepadagi misolda tushuntiraman. Masalan, mana natriy haqida biz ma'lumotga ega bo'ldik. Ya'ni natriy o'sha valentligiga teng bo'ladi va +1 oksidlanish darajasi. Demak, +1 dan nechta ko'ryapmiz? 2 ta. Demak, natriy hozircha +2 ta zaryadga ega bo'lib turibdi. O'sha paytda +2 ni nechi qo'shsak 0 bo'ladi desak, demak, -2 bo'ladi. Shu hisobiga kislorodimiz -2 bo'ladi. Xuddi mana bu yerdagini oladigan bo'lsak, ya'ni sal biroz boshqacharoq, +1 dan 2 ta bo'lsa, +2, demak, bu yerda ham 2 ta. O'zi aslida +2 ni 0 qilish uchun -2 kerak, lekin u ham 2 ta modda tarkibida bo'lishi, ya'ni 2 ta element atomi tarkibida bo'lishi kerak. Shuning uchun 2 ga bo'ladigan bo'lsak, -1 bo'ladi. Ya'ni har biriga -1 dan bo'lganda ko'paytirsak -2. Bunda ham xuddi shunaqa, masalan, ftorimiz doimo -1 ligini bilamiz va -1 ga ko'paytirsak -2, uni neytrallash uchun bizga +2 kerak, 0 qilish uchun. +2 2 ta element atomda joylashgani uchun +1 dan bo'ladi.
Bunda ham xuddi shunaqa masalan. -1 undan ikkita bo'ladigan bo'lsa -2, bitta atomga to'g'ri kelsa, demak bu +2 bo'ladi neytrallash uchun. Ya'ni yig'indisi 0 bo'lish uchun. Mana tepadagi misolda bu nazariyani tushuntirib berdim. Moddadagi element atomlarining zaryadlari yig'indisi doimo 0 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, keyingi bizda nazariya vodorod birikmalarida asosan +1 va ayrim hollarda, ya'ni qanaqa hollarda metal gidridlari bo'ladigan bo'lsa, -1 da ham namoyon qilishi mumkin. Ya'ni buni yozadigan bo'lsak, modda tarkibida ko'pincha +1 va ayrim hollarda, ayrim deymanda qavsida gidridlarida, ya'ni metal gidridlarida deylik. Metal gidridlarida -1 oksidlanish darajasini namoyon qilishi mumkin. Ya'ni +1 darajasini namoyon qilish masalan suvda oddiygina H2O. Demak, kislorodimiz -2 bo'ladi bu yerda. Chunki ko'p elementlarda, ko'p modda tarkibida biz yozib o'tdik kislorodimizni. Mana kislorod moddamiz tarkibida ko'pincha -2 bo'ladi. -2 bo'lsa, demak bu +2 bo'ladi. Ikkitasidan demak +1 bo'ladi bunda. Demak, ko'pincha modda tarkibida +1 bo'ladi. -1 holatini ko'radigan bo'lsak, masalan, natriy gidrid. Natriy gidridda demak -1 bo'ladi. Sababi natriy metalimiz ya'ni vodoroddan elektromanfiylik kuchsiz bo'ladi. Shu hisobiga natriy demak elektronni beradi +1 va shu hisobiga bu -1 bo'ladi, ya'ni neytrallash uchun. Hozir tushuntirib beraman, ya'ni qachon biz o'sha ikkita birikma kelganda tarkibidagi element atomlarini qaysinisi minus zaryadga, qaysinisi plus zaryadga egaligini ham hozir tushuntirib o'taman. Demak, bu nazariyalarni hozir birinchi yozsam, keyin ularni tushuntirish sizlarga qulay bo'ladi. Ya'ni videoni yana qaytadan ko'rib, o'zingizlarga konspekt qilib olib tushunsanglar bo'ladi demoqchiman. Shu sababdan birinchi kerak bo'ladigan nazariyalardan boshladim. Ya'ni oksidlanish darajasini bilish uchun. Xo'p, davom etamiz. Murakkab moddalarda demak 0 ga tengligini aytdik. Mana shu nazariyalar bizga o'zi yetadi. Qolganini yo'l-yo'laka o'rganib ketaversanglar bo'ladi. Asosiy bizga kerak bo'ladigan tushunchalar shulardan iborat. Endi asosiy to'xtalamiz keyingi qismiga, keyingi etapga. Demak, bu nazariyalar ketdi bizda. Xo'p, element valent qobig'i degan tushuncha bor. Demak, bizda valent qobiq. Ya'ni oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsam, valent qobiq bu elektron berish yoki olish uchun kerakli bo'ladigan eng oxirgi qavat. Ya'ni yanada oddiyroq tushuntiradigan bo'lsam, oldi-berdi qiladigan katakchasi qobig'i, ya'ni valent qobig'i shu. Bizda esingizda bo'lsa, yacheyka bo'lardi, o'sha katakcha. O'sha oldi-berdi qiladigan, ya'ni elektronni olish yoki berishda qatnashadigan katakchalari bu valent qobiqlari hisoblanadi. Ya'ni bizda masalan elementimiz agar S element bo'ladigan bo'lsa, uning valent qobig'i S element bo'ladi. Agar bizda o'sha elementimiz P element bo'ladigan bo'lsa, uning valent qobig'i S va P bo'ladi. Ya'ni S oxirgi S va oxirgi P olinadi. Agar bizda D element bo'ladigan bo'lsa, uning demak valent qobig'i S va D. Ya'ni oxirgi S va D olinadi. Agar F bo'ladigan bo'lsa, S va F olinadi. Demak, valent qobiq qanaqa element bo'lsa, qaysi qobig'i olinishi, qaysi orbitali olinishini tushundinglar. Demak, valent qobiq o'sha elektron oldi-berdi qiladigan yacheykalar hisoblanadi. Endi biz ko'rib chiqamiz, qanaqa bo'ladi? O'zi nimaga metallar beradi, nimaga metalmaslar oladi, buni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, bizda o'zi yuqoridan pastga hisoblanadi bu guruhlar. Ya'ni yuqoridan pastga faqat guruhlar bo'ladi. Ya'ni masalan, birinchi guruh, ikkinchi guruh, uchinchi guruh, to'rtinchi guruh, beshinchi guruh, 6, 7 va 8. Demak, bizda 8 ta gruppamiz bor. Birinchi gruppamiz bizda bu ishqoriy gruppa ham deyiladi, ya'ni ishqoriy metallar gruppasi, ikkinchisi ishqoriy yer, uchinchisi bizga alyuminiy qator yoki uchinchi guruh deyiladi. To'rtinchi gruppamiz uglerod qatori yoki to'rtinchi gruppa deyiladi. 5-chi demak qatorimiz bizga pniktogenlar deyiladi, 6-chisi esa halkogenlar, 7 galogenlar, 8 esa inert gazlar deyiladi nomlari.
Demak, ko'ramiz, birinchi gruppada joylashgan elementlarimizda qanday jarayonlar yuz beradi. Masalan, umumiy oladigan bo'lsak, birinchi gruppamiz faqat S katakchadan iborat va S katakchada ko'rgan bo'lsanglar, bitta elektrondan iborat bo'ladi. Ikkinchisida joylashgan bo'lsa, ikkinchisida ham demak S orbital bo'ladi, unda esa to'liq. Xo'p, uchinchisida esa, ya'ni bularda e'tibor beryapsizlar, bir bilan ikkida. P orbital hali yo'q. Shu sababdan S orbitalni o'zi chizilyapti, ya'ni bitta yacheyka. Uchinchisida esa S orbital va P orbitaldan boshlanadi. Demak, P orbitaldan boshlanadi. S da to'liq va P da bitta. To'rtinchi gruppani ko'radigan bo'lsak, bizda demak S qobiq to'lgan va bunda ham P orbital bo'ladi va orbitaldagi o'sha elektronlar mana bunday ko'rinishda, ya'ni birinchi ketma-ketlik to'lib borish esinglarda bor. Birinchi bunaqa, ya'ni pastga bamda yozish xato hisoblanadi. Ya'ni birinchi navbatda biz to'ldirib chiqishimiz kerak. 3 ta qobiq, ya'ni 3 ta katakchani ham yuqoriga qaratib, keyin pastga qaratib maksimallikka intilamiz. Xo'p, ya'ni tenglashtirishga. 5-sini ko'radigan bo'lsak, 5 ta ham S to'lgan bo'ladi. Ya'ni S da 2 ta, P da 3 ta. 1 2 3. Xo'p, 6-sida endi bizda S to'lgan, P orbital esa 4 ta elektrondan iborat bo'ladi. Demak, birinchi orbitasini bittadan to'ldirib chiqamiz. To'lgandan keyin endi pastiga qarab to'ldirib chiqamiz. Demak, mana shu ko'rinishda bo'ladi. 7-chimiz esa bizda S to'lgan, P esa 5 ta elektrondan iborat bo'ladi. Demak, birinchi yuqoriga, keyin esa 2 ta pastga. Bu. 8-imizda esa to'liq to'lgan. 8-gruppamizda. Ya'ni inert gazlar elektronga shuning sababdan ham moyil emas va bulardan ionlanish potensiali ham eng yuqorisi shularda bo'ladi. Chunki ionga ajralishi juda qiyin va elektronga moyillik 0 ga teng. Sababi elektron qobig'i to'lib bo'lgan, boshqa olmaydi. Buni sizlar bilan o'sha kvant sonlar, davriy jadvallar, xossalar haqida gaplashganda bu haqida ma'lumot aytib o'tgan edim. Demak, yana qaytamiz. Demak, mana gruppalarda valent qobiqlarini yozib chiqdim. Demak, birinchi gruppa S bo'lgani uchun qonunga muvofiq faqat S orbital bo'ladi. 3-gruppadan boshlab P bo'lgani uchun S va P ni yozyapman. Endi 4, 5 hammasi 8 gacha P bo'lgani uchun S va P orbitallar yozilyapti valent qobiq jihatdan. Demak, ana endi ulardagi oksidlanish darajalari qanaqa bo'ladi? Ya'ni qanaqa degani, ya'ni olish, berish qanaqa? Yoki nechta oladi, yoki nechta beradi va nima hisobiga? Endi mana faraz qilinglar. O'zi bizda maksimal elektron to'lish uchun, ya'ni 8-gruppada maksimal elektron to'lgan. Va shu holatda bunda nechta elektron bor? 8 ta elektron. Chunki S da 2 ta, P da 6 ta. Demak, maksimal to'lish uchun bizga 8 ta elektron kerak. Va shunda u orbitallar to'yingan holatda bo'ladi. Bo'ldi, endi unga elektron kerak emas. Shu sababdan, ya'ni oksidlanish darajasi ham xuddi shunaqa. Ya'ni element atomi moddadan kuchli bo'ladigan bo'lsa, elektronini oladi, kuchsiz bo'ladigan bo'lsa, beradi. Va shu orqali valent qobiqni bo'shatishi mumkin yoki aksincha to'ldirishi mumkin. Va shu asnoda bir narsani aytib o'tay, ya'ni masalan bizda ikkita atom bir modda tarkibida keladigan bo'lsa, ya'ni ikkita element atomi, ularni qaysinisi olishi, qaysinisi berishini biz elektromanfiyligidan bilib olamiz. Chunki elektromanfiyligi agar bizda katta bo'ladigan bo'lsa, uni kuchi ko'p bo'ladi va u elektron olishga moyil bo'ladi. Demak, elektromanfiylik yuqorisi, mana ikkita element atomi bir modda tarkibida bo'ladigan bo'lsa, elektromanfiylik yuqorisi har doim zaryad oladi va zaryad olgan demak, elektronda bu. Elektron olgan deb tushunsanglar bo'ladi. Minus zaryadli bo'ladi, ya'ni manfiy zaryadli. Elektron bergan esa plus zaryadli bo'ladi. Demak, elektron bergani elektromanfiyligi kuchsiz bo'ladi. Nisbatan kuchlisi faqat oladi va shu hisobiga uni zaryadi minusli bo'ladi. Endi bu yerga qaytamiz yana. Birinchi gruppada qanaqa bo'ladi? Oladimi yoki beradimi? Demak, e'tibor beringlar. Mana maksimal elektron necha bo'lish kerak to'lish uchun? Boya aytgandek 8 ta elektron. Endi faraz qiladigan bo'lsak, mana ja qiyin tushuntirmayman, oddiy ma'noda. Mana bitta elektroni bor, u 8 taga yetish uchun nechta kerak? 7 ta kerak. 7 ta bu juda katta son u uchun. Ya'ni 7 tani olgandan ko'ra bittani berib qo'ygan yaxshi.
Tushunyapsizlar? Mana oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam. Shu sababdan birinchi gruppadagi elementlarimiz asosan metallar bo'ladi va shu sababdan ham ular faqat bitta beradi. Tushunyapsizlar? Demak, bitta beradi. O'sha elektronni beradida va mana bu holatga o'tadi. Bo'sh orbitalga aylanadi. Elektronni beradi. Masalan, aytadigan bo'lsak, natriy xlor. Natriy xlorimizda natriyimizda bitta elektroni bor edi. Xlorimizda esa s elektronlari to'lgan va p elektronlariga masalan 3 ta bo'ladigan bo'lsa, bitta yetmayotgan bo'ladi. Chunki xlorimiz bu 7-gruppada bo'ladi, mana bunga o'xshaydi. Ya'ni o'xshaydi emas, shuni o'zi. Demak, mana bitta elektron yetmayapti. Mana shu elektron natriydan xlorga ko'chib o'tadi va buni men alohida chizib ko'rsataman. Demak, mana shu qizildagisi bu natriyni elektroni. Va shu hisobiga demak nima bo'lyapti? Natriy elektron bergani uchun +1, xlor bitta olgani uchun -1. Tushunyapsizlar? Demak, yana qaytamiz. Ikkinchi gruppamizda qanaqa? Ikkinchi gruppamizda mana e'tibor bersanglar, 6 ta elektron kerak to'lish uchun. 6 ta elektron olgan afzalmi yoki 2 tani berganmi? Qaysinisi qulay? Masalan, 2 tani bergan yaxshi 6 ta olgandan ko'ra. Chunki 6 ta olish nisbatan 2 ta berishga nisbatan qiyinroq. Shu sababdan ikkinchi gruppamizdan faqat elektron beradi va bergani uchun +2 bo'ladi. Demak, 2 ta elektron beradi va +2. Xo'p, bunda ham xuddi shunaqa, o'sha orbital bo'sh bo'ladida, masalan, kalsiy ftoridni oladigan bo'lsak, kalsiy ftoridda kalsiyimizda demak elektronlari 2 ta bo'ladi S da. Bunda ham xuddi shunaqa. Shuning uchun P sini chizib o'tiraman. S da to'liq shundoq ham. Bilasizlar-a? Men buni chizib o'tirmayapman. Demak, P sida ftor ham 7-gruppa bo'lgandan keyin unda ham bitta elektron yetmay turgan bo'ladi. Shu sababdan mana bu 2 ta elektron bo'lgani uchun 2 ta p orbital chizib o'tirmayman. Ya'ni 2 ta p orbitaldan mana shu 2 ta elektronlar bu yoqqa ko'chib o'tadi. Shu sababdan 2 ta ftor kerak bizga. Ya'ni xuddi shunaqa ftor pastdan chiziladi. Mana shu chizma. Shuning uchun ham ftordan 2 ta. Ya'ni -1, shunda mana bu +2 bo'ladi. Tushunyapsizlar-a? Xo'p, uchinchisiga qaraymiz endi. Uchinchi gruppa qanaqa bo'ladi? Uchinchi gruppada bunda ham xuddi shunaqa. 5 ta olgandan ko'ra 3 ta berib qo'ygan yaxshiroq. Ya'ni tezroq beradi 5 ta olgandan ko'ra. Shu sababdan bu ham +3. Endi 3-gruppada asosan -3 ham bo'lishi mumkin degan tushuncha bor. Ya'ni borimiz shunaqa. Borimiz chunki yarim metal emas bo'lgani hisobiga -3 ham bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilik hollarda olinyapti bu yerda. Shuning uchun negativ shart emas. Demak, +3 bo'ladigan hollarda bu +3 bo'ladi, faqat elektron beradi 3-gruppa. Va masalan oladigan bo'lsak, alyuminiy xlorid. Bunda ham xuddi shunaqa 3 ta elektron bo'ladi. Mana shu 3 ta elektronini xlordan 3 ta bo'ladi. Mana shu xlorni valent qobig'i deb tushunsanglar bo'ladi. Chunki 7-gruppaning valent qobig'i mana shunaqa umumiy. Va mana shu elektroniga 3 tasi keladi. Shuning sababdan mana shundan 3 ta chizmaga har bittasiga bitta-bittadan bergan hisobga alyuminiy xlorid, ya'ni bunda elektron darajasi, ya'ni oksidlanish darajasi -1, buniki esa +3 bo'ladi. Xo'p, endi biroz tezlashamiz. 4-gruppada esa bunda endi 2 xil. Sababi endi eshitinglar. Ya'ni 8 ga yetish uchun 4 ta yetmayapti va 4 ta berishga ham, ya'ni elektron berishga ham 4 ta beradi. Ya'ni olishga ham 4 ta, berishga ham 4 ta. Shu sababdan bularda 2 xil namoyon bo'ladi. Ya'ni +4 bo'lib berishi ham mumkin. Yoki -4 bo'lib olishi ham mumkin. Tushunyapsizlar-a? Bu masalan aytaylik uglerod sulfidni oladigan bo'lsak, oltin gugurt bundan kuchli bo'lgani hisobiga uglerod bu yerda bunga elektronini beradi. Lekin masalan uglerodimiz metan misolda ko'radigan bo'lsak, metanda bu vodoroddan oladi. Sababi kuchli bo'lgani hisobiga. Tushunyapsizlar-a? Shu sababdan endi o'zidan kuchli keladigan bo'lsa 4 ta elektronini berishi mumkin. O'zidan kuchsiz keladigan bo'lsa 4 ta olishi mumkin. Shu sababdan bu o'rtada turgani uchun, ya'ni 4-gruppa bu yerga ham 4 ta, bu yerga ham 4 ta bo'lgani uchun, ya'ni oraliq masofa. Shu sababdan ham olishi, ham berishi mumkin. Ya'ni +4 yoki -4. Xo'p, endi 6-gruppa ko'radigan bo'lsak, 6-gruppa asosan demak, 6-gruppa dedim, uzr, 5-gruppa asosan oladi, chunki bunda 3 ta elektron yetmayapti. Olsa bu -3.
Ya'ni 3 ta elektrongacha olishi mumkin. Endi bu yerda -1 bo'lishi mumkin yoki -2, ya'ni ikkitasini to'ldirishi mumkin. Lekin biz maksimal haqida gaplashganimizda to'liq to'ldirish haqida gap ketyapti. Shu sababdan maksimal 3 tagacha elektron olishi mumkin va bu 5-gruppamiz faqat oladi. Va shu sababdan ham metal maslar oladi degan gap bejizga emas. Chunki bularni ham elektromanfiyligi yuqori bo'ladi, ko'pincha moddalar tarkibida elektron oladi. Demak, 3 tagacha olishi mumkin. Yoki agar o'zidan kuchli keladigan bo'lsa, maksimal demak 3 va 2 plus 5 gacha bo'lishi mumkin. Agar o'zidan kuchli keladigan bo'lsa. Masalan, oddiygina misol ammiakni oladigan bo'lsak, ammiakda azotimiz -3 bo'ladigan bo'lsa, oddiygina masalan nitrat kislotani oladigan bo'lsak, bunda kislorodimiz doimo -2 moddalar tarkibida, vodorodimiz esa doimo +1. -2 ni 6 ga ko'paytirib 1 da ayiradigan bo'lsak, +5 bo'ladi. Demak, mana bu birikma tarkibida esa azotimiz +5 bo'lishi ham mumkin. Demak, 3 ta olishi mumkin yoki o'zidan kuchli keladigan bo'lsa 5 ta berishi mumkin. Ya'ni 5 tagacha. Endi bu 3 tagacha ham berishi mumkin yoki 1 ta berishi mumkin. Endi buni o'sha modda tarkibidagi element atomlariga qarab. Lekin asosan deb gaplashganimizda bular ko'pincha, juda ko'pincha hollarda oladi. Chunki bularda 5 ta bergandan ko'ra 3 ta olgan yaxshiroq. Tushunyapsizlarmi? Son jihatidan. Xo'p, 6-gruppani oladigan bo'lsak, 6-gruppada bu demak 2 ta elektron yetmayapti, shu sababdan 2 ta oladi va -2 holat bo'ladi, demak olish bunda ham. Yoki bunda ham o'sha o'zidan kuchli kelganda +6 gacha berishi mumkin. Endi +6 gacha bo'lishi qiyin, maksimal jihatidan aytyapman. Endi bu yerda +2 yoki +1, boya kislorodimizda ko'rganimizdek. Masalan, -2 holati suv deydigan bo'lsak, +2 holati masalan fluoroksidida. Bu yerda +2. Demak, 2 tagacha berishi mumkin. Endi maksimal jihatda gaplashadigan bo'lsak 6. Xuddiki mana bunga qiyoslab. Lekin asosan -2 ko'rinishda. Chunki 6 ta bergandan ko'ra 2 ta olgan yaxshiroq. Raqam jihatidan 2 sal yaqinroq bo'ladi olishga 6 dan ko'ra. Xo'p. 7 ni ko'radigan bo'lsak, 7-gruppa haqida gapiradigan bo'lsam, bular elektronga moyilligi eng yuqori darajada bo'ladi. Ya'ni masalan savol tushsa elektronga moyillik qaysi guruhda yuqori desa, sizlar bemalol 7-gruppani olaveringlar. Chunki u 8 ga intilish uchun bitta dona elektron yetmayapti. Bu juda kam. Ya'ni bularga nisbatan eng kami shu, bitta. Shu sababdan bular juda moyil bo'ladi va juda kuchli ham bo'ladi. Va bular -1, ya'ni bitta elektron olgani uchun -1 ko'rinishda bo'ladi va bular aksar hollarda plus zaryad namoyon qilmaydi. Ya'ni ftorimiz o'z umuman plus zaryad namoyon qilmaydi. Lekin masalan xlor, brom, yodlarimiz namoyon qilishi mumkin. Chunki undan kuchli kelsa, demak plusga o'tish hollari kuzatilishi mumkin. Ya'ni +3, +5, +7 holatlari ham kuzatilishi mumkin. Oddiygina masalan vodorod ftoridni oladigan bo'lsak, ftorda -1, lekin xlor misolda oladigan bo'lsak, masalan H xlor O4da bu -2 -8 bo'ladi va +1 bu bitta bo'lgani uchun -8 dan +1 demak +7 bo'ladi. Chunki yig'indisi 0 bo'lishi kerak. Tushunyapsizlar-a? Demak, mana bu hollarda xlorimiz 7-gruppa bo'lishiga qaramasdan 7 tagacha elektronini berishi mumkin birikmalarda. Ya'ni o'zidan kuchli keladigan bo'lsa. Lekin asosan deb gaplashganimizda bitta elektron oladi. Tushunyapsizlar-a? 8-gruppa haqida ham aytib o'taman. 8-gruppa o'sha elektronlarini to'ldirib bo'lgan, shu sababdan unga hech qanday elektron olish keragi yo'q, chunki to'lib bo'lgan va bundan elektron olish ham juda qiyin. Ya'ni elektron bermaydi. Shu sababdan ham bular inert deyiladi. Inert gazlar, ya'ni tom ma'noda hech kimga, ya'ni hech kimga e'tibor qilmaydi va o'ziga o'zi degan ma'noda tushunsanglar bo'ladi. Chunki bundan na elektron bo'ladi, na elektron qo'shib bo'ladi. Ya'ni sen menga gapirmasang, men senga gapirmayman degan gruppa shu hisoblanadi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam. Demak, biz gruppalar haqida gaplashib o'tdik, ya'ni qaysi gruppalar qanaqa zaryadda bo'ladi yoki beradi yoki oladi, qancha beradi, shu haqida gaplashdik. Agar sizlar tushunmagan bo'lsanglar, videoni yana qaytarib ko'rishinglarni maslahat beraman. Yana bir oson yo'li bor. Buni o'sha ya'ni masalan gruppa sonidan 8 da ayirib topsanglar ham bo'ladi. O'shanda sizlar bilsanglar bo'ladi.
Ya'ni masalan, aytaylik 5-gruppadan 8 ta ayradigan bo'lsak, ular -3, ya'ni -3 ta, ya'ni -3 degani 3 ta elektron olishi mumkin. Yoki 6 dan 8 ayradigan bo'lsak, ya'ni 8 ta gruppa bo'lgan hisobga, shuning uchun 8 dan ayramiz deyapman. 6 dan 8 ayradigan bo'lsak, -2. Xuddi shu ko'rinishda, tushunyapsizlar-a? Endi bu 5-gruppadan pastlarida hisoblanadi. Ya'ni 4-gruppadan boshlab amal qiladi. Chunki 1dan 3-gruppagacha metallar bo'lgan hisobiga metallar asosan beradi. Sababi birinchidan metal, ikkinchidan ularning elektromanfiyligi juda kuchsiz bo'ladi metal-maslarga jihat, ya'ni metal-maslar jihatidan. Masalan, metal bilan metal mas keladigan bo'lsa, men aniq ayta olaman sizlarga yordam. Bu metalimiz plus zaryadli, metal masimiz minus zaryadli bo'ladi. Ya'ni juda ko'p hollarda. Tushunyapsizlar-a? Xo'p, endi elementlarning valent qobig'ini to'lguncha elektron olish yoki berishini tushundik. Endi keyingi etapga o'tamiz. Masalan, bizda shu qoidaga bo'ysunmaydi, ya'ni shu qoidaga debman, ya'ni element valent qobig'i haqida gaplashgandan keyin biz eng muhim oksidlanish darajalari haqida gaplashamiz. Demak, eng quyi oksidlanish darajasi, eng quyi degani eng pasti. Ya'ni minusga qadar ketadi. Eng quyi degani minus. Ya'ni eng quyi bu -4. Chunki mana ko'rib o'tdik. Undan bu yog'i yo'q, ya'ni -5 yo'q. Shu sababdan eng quyi oksidlanish darajasi -4. Eng yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu +8 gacha bo'lishi mumkin. Ya'ni inert gazlar ham ayrim hollarda elektronlarini berishi mumkin. Buni hali birikmalarda o'tamiz. Shu sababdan eng yuqori daraja +8 dan eng quyi daraja -4 oksidlanish darajasigacha bo'ladi. Buni ham biz bilib olishimiz kerak. Demak, biz oksidlanish darajasida kerak bo'ladigan narsalar asosan shular. Endi masalan, birikmalarda bir nechta misollar ko'raylik, shunda yanada mustahkamlab olasizlar. Demak, masalan bizda nitratni olaylik yoki sulfit masalan, yokida alyuminat masalan, yoki yana bir boshqa birikmalarni oladigan bo'lsak, ya'ni tuslardan ham misol, mana natriy sulfat, bir nechta misollar. Vodorod xlorid yoki natriy bromid yoki demak alyuminiy sulfat. Demak, bularda oksidlanish darajasini o'sha o'rgangan qoidalarimizga binoan yozib chiqamiz. Demak, bizda oksidlanish darajasini aniqlash uchun mana shu modda bergan, ya'ni mana shu modda tarkibidagi element atomlarini oksidlanish darajalarini top deyapti. Demak, biz bilamizki, vodorod, azot, kisloroddan iborat. Demak, kislorod bormi? Kislorod nima dedik? Ko'p birikmalarda -2 asosan. Demak, -2 bo'ladi bu yerda. Ya'ni qachon +1, -1, +2 bo'lishini aytdik. Bunaqa birikma emasmi? Demak, -2. Shundan bilib olsak bo'ladi. Demak, -2 dan 3 ta bo'lgan hisobga hozir bu yerda -6 turibdi. Demak, minusli zaryad 6 bu yerda hozir. Chunki bu yerda eng kuchlisi kislorod. Demak, mana bu ikkilovidan oladi har doim. Demak, bu yerga balans bo'lish uchun bu +6 bo'lishi kerak. Shunda +6 ga -6 0 deb beradi va nazariyaga to'g'ri keladi. Ya'ni murakkab moddalarda zaryadlar yig'indisi 0 ga tengligini mana shu yerda isbotlanadi. Demak, bizda vodorodni ham bilamiz, birikmalarda aksarida +1, ya'ni gidridlari bo'lmasa, har doim +1. Demak, bu yerda +6 bo'lishi uchun +1 bor. +1 ga necha yetmayapti? +5 yetmayapti. Va shu hisobiga azot bu yerda +5 bo'ladi. Demak, buning oksidlanish darajalari element atomlarini vodorodniki +1, azotniki +5, kislorodniki -2. Demak, sulfitni oladigan bo'lsak, bunda ham kislorodimiz demak ko'pchilik birikmalarda uchraydigan holatda, shu sababdan -2, 6 bo'ladi. Demak, -6. Demak, bu tomon ham +6 bo'lishi kerak. Shu sababdan vodorodimiz har doim +1 bo'lgan hisobiga +2 vodorod hisobiga ketdi. Demak, +6 bo'lishiga yana necha yetmayapti? +2 ga +4 ga yetmayapti. Demak, buni zaryadi +4 ekan. Tushunyapsizlar-a? Alyuminatni oladigan bo'lsak, masalan, kislorod -2, bu yerda -4. Demak, mana bu +1 hisobiga +1 ga o'sha
plus 3 yetmayapti, chunki plus 3 qo'shsak plus 4 bo'ladi va yaqinda 0 ga teng bo'ladi. Demak, alyuminiyimiz plus 3 ekan. Xo'p, bu yerda esa minus 2, minus 2 ni 4 ga ko'paytiramiz, minus 8, undan plus 2 ni ayirib tashlasak, plus 6 bo'ladi 0 bo'lish uchun. Demak, mana bu yerda oltinchi guruhimiz plus 6 ekan. Yoki vodorod xloridni oladigan bo'lsak, bu minus 1. Xlorimiz chunki vodoroddan mana shu yerda aytib o'taman, ya'ni qaysinisi plus, qaysinisi minus. Elektromanfiyligiga qarasanglar, xlordagi vodorodga nisbatan yuqori bo'ladi. Shu sababdan xlor bu yerda manfiy bo'ladi. Chunki ikkalovi metal emas bo'lgani hisobiga elektromanfiyligiga qaraladi. Agar men bir metal emas bo'lganda, ikkilanmasdan metal emasni manfiy zaryad deb olib ketardim. Bu yerda esa elektromanfiyligiga qarasam, xlordagi kuchli. Shu sababdan xlor minus 1, vodorodimiz esa plus 1 bo'ladi o'sha payt 0 bo'lish uchun. Bunimizda esa bir metal emas bo'lgani uchun metal massamiz minus 1, metalimiz valentligi monand plus 1. Shu sababdan 0 bo'ladi. Demak, mana bu yerda alyuminiyimiz asosan valentligi monand bo'ladi plus 3. Plus 3 dan ikkitasi plus 6. Plus 6 bu yoqda minus 6 chiqarishimiz kerak. Demak, 3 tasida chiqaradigan bo'lsak, minus 2. Demak, mana bunimiz minus 2 bo'ladi. Birikmamiz. Shunda plus 6 bo'ladi. Endi bizda masalan anionlarda zaryadini topish kerak bo'ladi. Masalan, bizga SO4 bersa-da, buni zaryadini top desa. Yoki aytaylik, xlor O4 bersa-da, buni bu birikmamiz, ya'ni kislota qoldig'imizni zaryadini top deb bersa, biz nima qilamiz? Ya'ni ular tarkibidagi elementlarni yadro zaryadlarini bir-biriga qo'shamiz va chiqqan javob bizga bu birikmamizda zaryadi bo'ladi. Ya'ni bu kislota qoldig'imizda zaryadi bo'ladi. Demak, kislorodimiz bu yerda minus 2, oltinchi gurtimiz, ya'ni bu H2SO4, ya'ni sulfatni qoldig'i bo'lgan hisobiga sulfatda oltinchi gurt plus 6 edi esinglarda bo'lsa. Demak, plus 6 bo'ladi. Minus 2 dan 4 tasi minus 8, unga biz plus 6 ni qo'shadigan bo'lsak, minus 2. Ya'ni bunda ham ayirish uchun kattasidan kichigini ayiramiz, kattasini ishorasini qo'yamiz. Demak, bu yerda kattasi 8, ayirsak 2, kattasini ishorasi minus 2. Demak, bu birikmamizni zaryadi minus 2. Ya'ni 2 minus deb yoziladi. Chunki kislota qoldiqlarida mana shunday yoziladi zaryad. Ya'ni birinchi raqam, keyin zaryad. Birikma tarkibidagi element atom bo'lsa, birinchi zaryad, keyin raqam yoziladi. Buni ko'radigan bo'lsak, bu H xlor O4 da demak kislota qoldig'i, bunda esinglarda bo'lsa minus 2, minus 8 plus 1 dan ayirsak plus 7 edi. Demak, mana buni zaryadi plus 7, buniki esa minus 2. Minus 2 dan 4 tasi minus 8, minus 8 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak minus 1. Demak, bu ionimiz zaryadi, ya'ni bu kislota qoldig'imiz zaryadi 1 minus. Tushunyapsizlar? Mana shu ko'rinishda topasizlar. Ya'ni kislota qoldiqlari bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu ko'rinishda topiladi. Demak, oksidlanish darajalari haqida hozirgi ma'lumotlar shular. Xudo xolasa keyingi qismida, endi bittada o'tish noqulay dedim, chunki birinchidan zerikib qolasizlar, ikkinchidan o'rganish biroz qiyinlashadi bittada qiladigan bo'lsam. Shu sababdan qisqa qildim. Ya'ni oksidlanish darajasini tushuntirdim bugun. Ya'ni bular haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsanglar xursandman. Takrorlab olinglar. Har bir moddalarni o'zingizlar qilib ko'ringlar, mana shunaqa zaryadlarini. O'zingizlar usullarda shug'ullansanglar, bu sizlarga bu mavzu aniq tushunarli bo'ladi. Tushunmagan bo'lsanglar, videoni yana qaytadan ko'ringlar. Keyingi mavzuyimizda esa biz oksidlanish qaytarish reaksiyalarini o'rganamiz. Oksidlovchi nima, qaytaruvchi nima, oksidlanish jarayoni nima, qaytarilish jarayoni nima, elektrobalans usulida tenglashtirish, ayrim birikmalarda o'sha zaryadlar o'zgarishi, qanaqa muhitda qanaqa zaryadga o'zgaradi, qanaqa birikmalar qanday o'zgaradi, bular haqida gaplashamiz. Ya'ni oksidlanish darajalari mavzusini ikkiga bo'lib o'tamiz. Bu birinchi qism. Shu mavzuni yaxshi tushunsanglar, keyingi mavzuga tushunishinglar qiyin bo'lmaydi. Xo'p, qo'shimcha savolinglar bo'ladigan bo'lsa mavzu bo'yicha kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar, savolinglarni qoldirsanglar, hammasiga javob berishga harakat qilaman. Va xato kamchiliklari bo'lsa uzr, qayerdadir xato kamchiliklar bo'lsa aytinglar, to'g'rilaymiz. Xo'p, nima ham deymiz? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, like bosinglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.